Buxoro shahrida singlisining siridan g'arazli maqsadda foydalangan o'ta qabih reja asosida tuzilgan tovlamachilik jinoyati fosh etildi. Asosiy jinoyatchi Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi bilan sudlangan. 2007-yilda tug'ilgan fuqaro. U o'z singlisi va uning tanishi o'rtasidagi ishqiy munosabatlardan xabar topadi, biroq buni sir saqlash o'rniga u yigitdan mo'may daromad undirish rejasini tuzib harakatga tushadi. Gumonlanuvchi yigitni tovlamachilik yo'li bilan qo'rqita boshlaydi. Singlisi bilan bo'lgan munosabatlar aks etgan rasm va videolarni barchaga, xususan oila a'zolariga ko'rsatish va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda tarqatish bilan tahdid qiladi. Bu ham yetmaganidek, tegishli idoralarga arz qilib, qamatib yuborish bilan qo'rqitib, yigitni ojiz ahvolga solib qo'yadi. O'z obro'si to'kilishi va sirining oshkor bo'lishidan qo'rqqan yigitdan u ro'pa rosa $2000 miqdorida pul talab qiladi. Biroq uning bu jinoiy harakati uzoqqa bormadi. 2026-yilning 2-iyun kuni Buxoro shahridagi Buxara City majmuasidagi ko'p qavatli uy oldida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan gumonlanuvchi talab qilingan $2000 olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Hozirda holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.